alaykum, validam, azizim, onajonim. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Bu kun men uchun ham eng muqaddas, eng quvonchli kun. Chunki bu dunyoga meni olib kelgan, mehringiz bilan urab, ulg'aytirgan, hayotning eng achchiq damlarida ham yuzida tabassumini yo'qotmagan sizdek buyuk insonning shukrona kunidir. Onajon, sizni har safar ko'rsam, yuragimda qandaydir iliq bir nur paydo bo'ladi. Sizning mehringizni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. U cheksiz, u samoviy, u faqat ona degan so'zga mos keladi. Sizning mehringiz menga har doim kuch, umid va sabr bergan. Siz bolaligimda menga inson bo'lishni, halollikni, mehrni, sabrni o'rgatdingiz. Sizning mehnatingiz, kecha-yu kunduz tinimsiz g'amxo'rligingiz tufayli bugun men shu darajadaman. Har bir yutug'im, har bir kunim bu sizning mehringizning samarasidir. Men bilaman, siz o'zingiz hech qachon o'ylamaysiz. Har doim bizni, farzandlaringizni o'ylaysiz. Sizni yaxshi yuribsanmi bolam degan so'zingizni eshitishning o'zi menga tinchlik bag'ishlaydi.